أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Soğuktaşlar biz kitabımızdaki birinci babı İlmul Ma'ani'nin 6. küçük babı faslisi El-İnşa degan mazmunga keldik. Dersni başlashdan ilgari biz kitabımızın 6'daki mazmunlarni bir qisqacha takrorlab o'taylik. Biz kitabımızın başında fasahat, balag'at haqida so'zlab, fasahat so'zlarda topiladi, jumlalarda topiladi. So'zlarda topiladigan fasahatning sharti shu so'z tanafrul huruf, muxalafatul qiyas, g'arabat qatorliq 3 xil so'zning fasahatiga ta'sir etkazadigan ayib nuqsonlardan xoli bo'lishi kerak. Jumlalarda topiladigan jumlalarda fasahat bo'lishning sharti shu jumla tanafrul kalimat, da'f ta'liq, ta'qid qatorliq 3 xil fasahatga ta'sir etkazuvchi omillardan xoli bo'lishi kerak. Mushu shartlarni hozirlab bo'lgandan keyin jumla maqomga mos shaklda keltirilsa, maqomga mos uslub bilan ifodalansa, buni biz balag'at balag'at deb tushungandik. Shu asosda biz kitabımızın mazmunini cho'ng 3 bobga bo'lgandik. Ilmul Ma'ani, ilmul bayon, ilmul badi'a deb. Buning birinchisi ilmul ma'ani jumlaning umumiy qurilmasini tadqiq qiladigan, bahs qiladigan, shu qurilmalarni ifodalaydigan mazmuni yoki ma'lum ifodalaydigan mazmunlarga mos shakldagi qurilmalar taraflardan bahs qiladigan bo'lg'achqa shularni istiqro qilish orqali 8 mazmunga bo'lib to'xtatgan turlarini. Buning birinchisi mustallayning ahvoli, isnodning ahvoli, undan keyin jumladagi mustallay ega bilakning ahvoli, undan keyin musnadning ahvoli, undan keyin insha, undan keyin qasr to'g'riliqi. Inshaning oldida qasr to'g'riliq so'zladik. Jumladagi musnad bilak xabar bo'lib pilib qolgan vaqtida uning munosabati bo'lgan mutaalliqatul fi'l, ya'ni jumladagi to'ldiruvchi bilaklar, undan boshqa bilaklar to'g'riliq so'zladik. Endi bugungi darsimiz shuning qatorida, ya'ni insha. Biz insha haqidagi ba'zi mazmunlarni kitabimizning 1-bobning 1-faslisi, ya'ni Al-Xabar degan bobda azroq so'zlab o'tgandik. Jumla ma'no jihatdan ikkiga bo'linadi. Birisi xabar jumla, yana birisi insha jumla. Xabar jumla degan nima, insha jumla degan nima degan vaqtda sizlarga o'z vaqtida biz 3 xil ta'bir bilan bunga tushuncha bergan. Ya'ni bir jumlaning reallikda bir selishtirma nisbati bo'lsa, ya to'g'ri keladigan yoki to'g'ri kelmaydigan, mayli to'g'ri kelsin kelmasin, reallikda selishtirib bo'ladigan bir holat bo'lib qolsa, buni biz xabar jumla deydigan bo'lgan. Selishtirma nisbati bo'lmasa, buni insha jumla deydigan bo'lgan. Bu bir xil ta'birdir. Ikkinchi xil ta'biri mushu jumlaning sohibini shu jumlaga qarata sodiq yoki kofir degani bo'lsa, ya'ni jumlaning o'zini sidqi yoki kizbi deb baholag'ili bo'lsa, buni biz xabar jumla degan to'q, anda baholag'ili bo'lmaydiganini insha jumla degan to'q. Uchinchi xil ta'birda shu jumlaning mazmun o'ziga olgan ish harakat shu jumlaga qarashliq bo'lmasa, buni biz xabar jumla degan to'q. Ammo shu ish harakat jumlaga qarashliq bo'lib qolsa, buni biz insha jumla degan to'q. Demak, insha haqidagi ma'lumot asosan qanaq bo'lgan, tugab bo'lgan. Endi avtor ma'runda 3 xil ta'birning birini asos qilib qisqacha deb o'tib ketyapti. Davatudu huwa minal kalam. Insha deganimiz bir jumlaning ichidan tasdiq, takzibga ehtimol kelmaydigini, ya'ni yuqorida bergan 3 xil ta'birning hammasi mishaga tushadi. Bir ishning reallikda selishtirg'ul bo'ladigan nisbati bo'lmagandan keyin, selishtirg'ul bo'lmagandan keyin udul keldi, kelmadi, rostkan, yolg'onkan digil olmaydi. O cümlenin mazmuniga, o ishning reallikda paydo bo'lishi qarashliq bo'lmagandan keyin, mujning ta'sirida paydo bo'lgandan keyin qanaqdir buni bilan ikkisi teng, balki ma'mul ma'mul o'rinda so'z, ya'ni shu jumla ashning paydo bo'lishiga sabab bo'lgandan keyin bu ikkisida bir selishtirma nisbat olmaydi. Mush nuqtani tushunsak bo'ladi herhalde. Herhalde biz şu dersimizde insha to'g'riliq ma'lum tushunchalarni bergan. Endi insha ikki turli bo'lib, birisi insha talabi, ya'ni mazmun
talep hukumunu özüge alan inşa, ikincisi inşa gayret talebi. Yani talep hukumu yok. Mesela talep hukumu var. Talep hukumu teve inşa digen neymi o dese, şu talep kıga vakitta bar bolmagan, gayri hasıl degene bağolmagan bir taleptin birini takaza kıldığın inşa talebi yoludu. Kum. Şu digen vaktimde orundan turmağılık. Ben onun orundan turuşunu talep kıvattım ben. Ta'al. O digen vaktimde kemmegelik, kilişini qana kıvattım ben, talep kılıvattım ben. Şunun okşuğan başka misallarını şu. Endima gayri talebi degene birişten talep kılmaydı biravdan. Fakat muşu inşa ölen ma'lum işler şekillenadi. Mesela gayri talebi degene yuqoridagidek emas, ma gayri talebi yo'g'ini ilmul ma'anini chekirmaydi, lekin bu arab cümlelerinde, fil kelam cümleleri köp uçuraydı. Mesela qasam yo'llarında uqsimu billahil azim deganning o'zi inşa. Qizning chiqqandagi hisob bo'ladi, bu hisob bo'lmaydi. Qanaq turib, men qasam qilaman juma deganlik emas. Hozir shuni o'zi qasam qilgan ibora masalan. Ondan taaccub ma ahsana as-sama degan shaklda. Ondan madhi zan siyg'ilari ni'ma zayd, masalan zayd bunda yaxshi, bi'sa talibu huwa, nachar o'quvchi bu degandek makba iboralar. Undan boshqa radhiyallohu anhu bu iboralari, ularning hammasi insha. Ondan sigatul o'qud deb qo'yamiz. Aldım, sattım so'zatibdiki, nikah so'rindiki, taqdim aldım degan iboralarning hammasi garchi mazi mudor shaklda kelgan bilan bular orqali tutudi ish. Ma'sh va inshaalloh lekin talabi emas bu. Undan boshqa biz nahvida o'qiydigan, grammatikada o'qiydigan af'alul muqaraba deb kada, karuba, avshaka deydigan bir nimalar fillar bor. Bu fillarning ma'nosining hammasi degandek nimaga tava, yana insha g'ayri talabiga tava. Undan boshqa af'alur raja, asa, jara, hara, ihlawla deydigan bir fillar bo'ladi. Bu xil fillarning hammasi yana nimaga tava, inshaning g'ayri talabiy qismiga tava, lekin balog'atda bu bizning tadqiqot, o'qish, dars tilimiz emas. Şuna qo'yib qo'ysak bo'ldi. Bizga insha babida asosliq sabab bo'ladigan, asosliq tema bo'ladigan, dars bo'ladigan qaysi qismi talabiy qismi. Deb kelib endi inshaning talabiy qismining turlari intayin ko'p bo'lib, bizning so'zlaydiganimiz 5. Birisi tamanni, istifham, nahi, nida, boshqa qatorlar 5 turlik bo'ladi. Tamanni, istifham, amr, nahi, nida 5 turlik. Biz tamannidan boshlaymiz. Tamannining lug'at ma'nosini musobaqashlar. Endi biz kitapta her bir atalığını Arapça tushundirdi. Chunki biz Uyg'ur chiqmaydi-da bular. Biz o'zimizga nisbatan siz o'qiyotgan arab tilimizni o'qib, tarjima qilsak nurg'un narsani kitobda berilgan izohsiz bu tushunolmaymiz. Tamanni orzu, umid qilish degan ma'noda. Arzu, umid degan mumkin bo'ladigan ishlardan bo'ladi, tas mumkin bo'ladigan ishlardan bo'ladi, mumkin bo'lmaydigan ishlardan bo'ladi. Kashki men bunda madavlatning raisi bo'lib qolgan bo'lsam degandek bir xil arzu, umid bo'ladi. Kashki mening bir cho'roq uyim bo'lgan bo'lsa degandek. U mumkin bo'ladigan ishlar, mumkin bo'lmaydigan ishlar emas. Kashki men katta olim bo'lib qolgan bo'lsam, Alloh nisb qilsa mumkin bo'ladi tamoman. Kashki shu topda bir 10 yaşda olgan bolsam, bahraman hayat geçirerdim mesela. Bu hazır dünyanın gamları besip oldu meni degandek kaşkilar var. Bularning hammasi temenninin tahtiga dahil. Yani biz temenniden nima o'qiymiz onda olsa desa, temennide Arab tilidagi temennini ifodalaydigan vositalarni ko'rib o'tamiz birdan. Mesela qaysi so'zlar temennini ifodalaydi. Mushuni ko'rib o'tamiz, boshqa alohida gap yo'q. Temenni degan nima desa, marg'ub bo'lgan, ya'ni yaxshi ko'radigan bir narsani shu yaxshi ko'rish sharti bilan shu narsaning hosil bo'lishini talab qilish, istash. Bir narsani bak yaxshi ko'ramiz, kallamizda musha ish bo'lgan deymiz, shu asosda shu narsaning bo'lishini istasak, musha istaganligimizni o'zini bo'ladi, tamanni bo'ladi. Endi bu tamanniga tayinlangan, belgilangan so'z layda. Arab tilining o'zida mushu tamannini ifodalaydi deb belgilangan so'z layda. Nog'ani buning asosiy vositasi layd ekan. Yani bu leytide mutemennaning, yani arzu kılıngan şu narsenin mümkünliki şart kılınmaydı. Böyle o mümkün bulmayılgan. Kaşki kanıtım boğan olsa tapta. Veten görüp ata-anam urutu kaldırı bilen körüşü alsam deydigan. Uçağlıgan bolsam deydigan. Onda mahal olsa bu burada hiç kısı yok. Çünkü bir işini istegen adam, lianne talibe degeni bir işini istegen adam köp hallada
mahal narsani yaxshi ko'radi. Mumkin narsani qiladi tabii. Undan keyin buning talabi mumkin emas, mustahil degani mahal bo'ladi yoki ba'id al-wuqu yuz berishi intayin yiroq ishlar bo'ladi. Manday odatda o'zimiz o'ylab baqsaq bo'ladi. Masalan, tushda yaxshi ko'radigan bir tomoqni yeyish tamanni olmaydi. Chunki qila olamiz, ba'saq yeyalaymiz uni. Masalan, choyliqqa kiyimning birini olib kiyish bizga nisbatan tamanni emas, chunki qila olamiz uni. Ko'p hollarda tamanni yiroq ishlar bo'ladi. Qo'limizning vaqtincha kelmaydigan ishlarni, hey, mushumishda bo'schu kashki deydigan bunday shaklda bo'ladi. Xo'sh, endi gapning negiziga keldik. Men bayatda dedim, asosliq tamanni babida bizning o'qidigan, bilmoqchi bo'lgan asosiy masala nimalar tamannini ifodalaydi. Biz bayatda asosiy tamannini ifodalaydigan vositaning birisi layta. Undan boshqa desa, arab tilida asli boshqa ma'noga tayinlangan, keyin ko'chma shaklda tamannini ifodalaydigan bir birlik vositalar. Uning birisi hal. Qad yasta'milul mutamanni hal fi tamanniyatihi. Ya'ni bir ishni orzu qilgan odam, o'zining shu orzusiga layt ishlatmay hal ishlatadi. Endi haldan kelayli. Hal amalan bilamiz arab tilidagi istifhom vositasi. Boshqalardan ma'ash mandag'mi, ash andag'mi deb so'raydigan vositasi. Masalan, oldimda bir odam bor, men undan siz o'quvchimi deb so'moqchi bo'lsam, hal anta talib desam, hal ishlatma tabii. Ma istifhomdi. Endi agar hal javob beradigan, ya'ni so'raladigan odam bo'lmagan ahvol ostida va so'g'an gap bunda mumkin emas, javobsiz bir gap bo'lgan ahvol ostida qo'llanilsa, mushuning shu xil shaklda qo'llanilganiga qarab halning istifhom uchun emas, balki tamanni uchun kelganligini qana qila olamiz, bilib olamiz. Ko'pincha hollarda hal istifhom uchun kelsa, savol jumlada lam kifoyalansa, tamanni uchun kelib qolsa, jumlasidan keyin bir javob jumla kelib qoladigan ahvollar bor. Javob jumla kelgan vaqtida shu javob jumlada fe'l mudori bo'lib qolsa, fe'l mudorining boshiga va yoki fa, shu va yoki fa'dan keyin an taqdir qilinib fe'l mudori zavar qo'yilgan ahvollar bo'ladi. Halning istifhom uchun kelgan vaqti bilan tamanni uchun kelgan vaqtning ma'no jihatiga farqi bu. İbaret lafz cihatiga farqi bor. Tarjima qilgan vaqtimizda hal istifhom uchun kelsa, tabiiy odatdagidek mu deb tarjima qilsak, tamanni uchun kelsa, bo'lschu deb tarjima qilamiz. Masalan, men bir uyga sulinib qoldim. Ochiq sirtda qoldim, ichida qoldim, ish qilib hech kim yo'q. Hal min munqiz deb mana shaklda o'zimga, hey, bir qutqiziladigan odam bormi, ha meni degan mana shaklda deganlikim shuni qanaqaligim, orzu qilganligim. Hey, meni qutqizgan odam bormi? Qiyomatda dinsizlar, kafirlar o'zining tugashganligini bayqagan vaqtida, umid uzdi turgan vaqtida nima deydi? Halli min shafi. Hey, bir shafaat qilgan odam bormi? Ha, bu bir qilalikqa so'g'an gap emas, chunki uning savolini anglaydigan odam yo'q, javob beradigan odam yo'q. Adamın bu cümlede bulursa temenni yoludur. Başta bağımı da. Bazı küllep açkap kalsak, kattık içirik etken vaktimizde, hey, muşu tamakı tuyduğun vaktimizde kilemu he. Muşu ne? Helle ifadeyemiz. Hel ye'ti yevmun neşbe'u fi. Biz tamakı tuyduğun vaktimizde kilemu he. Hel. Bu sualı şekilde çıkan bilen, bu sualını hiç kimden sormadı. Bununla cevap verdiğinde hiç kim yok. Hem bu bir cevap verildiğin sualını emes hem manda şekilde kullanıp kalsa, hal şu vaxtda temenni ifadelayan burada. Temenni ifadelayan vaxtda cümle kurulmuşda ben bayatın degende özgürlükler yüz bir ihtimali var. Mesela hel min şafi'. Yani haysu yu'lam en la şafi'. Yani özün şafaat kılıcının yokluğunu bilindiğin vaxtda. Bilindiğin vaxtda gene sual qardılatkan adam mı yok, sorulatkan. Onun cevap verdiğin adam mı yok. Soğan gibi hem kemmeydi, bunda vakti deyilgen hal, bunda vakitte kullanılgan hal temenni ifadelaydi. Şunlaşqa kalamni istifhamning haqiqatdagi hamliqligini mavjudini istifham shaklida tushunish xato. Bu istifham chiqmaydi bu yerdan. Bu bir. Ikkinchisi ba'zida law bilan temenni qilindigini, ya'ni law aslida shart. O'tgan zamondagi shartni ifodalaydi. Buni qaysi kuni biz law in idom babida o'qib o'tdik.
Yani ma'lum bir ishni ma'lum bir ishga bog'lab, mana shu yuz bergan bo'lsa, mana shu yuz beradi degan ma'noni ifodalash uchun hal qo'llanadi. Ammo shu maqsad yo'q vaqtida, ya'ni ma'lum bir ishni ma'lum bir ishga bog'lash, iroda qilinishga mos kelmaydigan maqomda lav qo'llanilgan bo'lsa, lav vaqti yana tamanni uchun bo'ladi. Hey, mushtab bo'lsa ha. Shunami? Agar bunda bo'lgan bo'lsa ha, agarni qo'shimiz, lekin bu yerdan bir xil temellilik çıkıdı. Yani bunun ma'nosi bu şekilde olsa, labzi qo'rilma jihatda bulduğun özgürüş, lavkiga kirgan jumla, anıdek şart javob jumlalar, mesela fil mudari kelib qolsa, sakini qo'ldigan bunda ahvol bo'lmay, fil mudari kelib qolsa javob jumlasida fa'illik keladigan, fa'ilning an taqdir qilinib fil mudari jar qiladigan. Yoki bu keladigan bu degan an taqdir qilinib zavar qiladigan, nasb qiladigan mandaq bir holat bo'ladi. İbaret cihette ma özgürlüğü oldu. Ama mani cihette şartın temenni gözüküyordu. Mesela lav ta'tini fetuhaddithani. Yani Abdurrahman askartib koydu. Bin nasb degeni nasbüyle yani. Maden de halette yani çünkü halette zarar kuladı fil mudari. Mişqa fa'dinkin an taqdir qildi. Temenninin cevabı da. Temenninin cevabı degan fa'dinkin an taqdir qildi. An lam fil mudari zarar qildi. Ona o'ganda lav iniki bu yerda nima? Temenni. Nima emas, shart emas. Shunga tarjima qilgan vaqtda kashki sen kelgan bo'lsang, sen qanday biradam, sen men so'zlab birading, fatuhaddithani bo'lgan ahvol so'zlab birading. Agar emas, kashki umid shaklida qo'llanildi. Endi mishadagi lavdin va haldan o'zining aslidagi istifhom va shart ma'nosidan boshqa temenni ma'ni chiqadi deb bir gapni o'tirib qo'ydi Abdur. Sakkaki rahimahullohning mushuni asos qilib turib bir abzas gapni qisroq gap keldi. Kalamni zihnini yig'inglar. Law aslida shart, hal aslida istifhom. Lekin bular temennini ifodalaydi degan gapni degandan keyin istifhom Sakkakining kallasiga bir gap keldi. Biz arab tilida bir huruf tahdid deb bir harflarni o'qigan. Halla, alla, laula, lauma. Bu harflarga boshdan oxir qarab chiqsak, halla, hallan, ladan tarkib topgan. Alla asli shu halla, hallan, la. Aha, hamzaga o'zgarlik. Laula, laumada, laulan, ma yoki la tarkib. Demak, buning bu 4 dona harfda hal bilan law birdan nafiga qo'shilib kelgan. Bulardan biz grammatikada o'qigan bo'yicha modiga kirib o'tgan zaman kirib qolsa ma'lumot chiqadi. Chunki ayrı bir şekilde bir tercüme qilib boqaylik. Hal la akalta. Halni evatsek la akalta bo'ladi, yemidin bo'ladi. Yemidinmi? Degani bir xil uningga nisbatan yeyishini umid qildigan bir xil holat bizda bo'lgancha, yemidinmi degani topi ma'nosi chiqadi. Topi ma'nosi qilib nahvida o'qiymiz biz, malomat ma'nosi chiqadi-ku. Nima uchun malomat ma'nosi? Bu faqat normalda yemidinmi deb hal agar istifhom bo'la olsa, men bir nuqtaga diqqat qilaman. Hal istifhom bir tamanni ifodalaydigan demakchi biz hozir. Hal savol ma'nosini ifodalab olsa, yemidingmi degan normal savolimiz bu. Hal la akalta olsa yemidingmi? Ammo biz nahvida harfu tahdid deb kelib, modiga kirib qolsa malomat topini ifodalaydi deb nimish qilmaysa degan ma'noni chiqargan. Bu yerdagi nimish qilmaysa degan ma'no qandoq olib chiqadi desa, halda tamanni yo'qqa chiqar. Biz uning yeyishini umid qilyapti. Lekin yemabdi, shunga umidimiz yerda qilib biz uni topib qo'yapmiz. Ma'lum nuqta. Law shu laula zahabta. Nimish qilmading? Shunami? Bu bir topa. Law agar shart bo'lgan bo'lsa, ha degandek bir ma'no chiqdi. Lekin topi ma'nosi chiqqanligi, malomat ma'nosi chiqqanligi bizning bir xil umidimiz botdi, uning berishi uchun bo'lmabdigan ko'nglimiz kelib topib qilyapmiz, malomat qilyapmiz. Demak, mahurbu tahdiddan ma'zida malomat ma'nosi chiqdi degan gap, bu malomat ma'no nerda ilingan? Law bilan haldiki tamannidan ilingan. Mudariq kirsimi shu? Mudariq kirsa hammasini tahsis ma'no qilsangiz olmamdi. Asl. Masalan, halla tazhab desa, ba'zan olmamdi, ba'mamsiz degan gap bu. Halla ta'kulsa, yemamsiz, yana degan gap. Bu qiziqtirish ma'no chiqadi. Agar hal lavda tamanni bo'lmasaydi, bular istifhom yoki shart ma'nosida kelsaydi, yemamsizmi? Normal savol bo'ladi. Va yesangiz olmamdi deb tarjima qilamiz buni. Tahdid shaklida, qiziqtiruvchi shaklda. Bu bizning qiziqtiruvchi shaklda qilgan tarjimamiz nerdan chiqadi? Hal bilan lavdagi tamanni uqumidan chiqadi. Sakkakining yodiga kelgan gap bu shu. Abdur yuqorida halal lav tamannini ifodalaydigan Sakkaki aslida hurufu tahdiddan chiqqan malomat qum
va qiziqtirish hukmi ashul hallan lavning nima ma'nosini kelib chiqibdi ekan, tamanni ma'nosini olib emasmi, rost emasmi deb bir gapni bizga eskartib o'tyaptiki, Sakaki dedi. Xuddi deb gapni boshlashning sababi, hallan lavdan tamanni ma'ni chiqibdi emasmi? Xuddi tandim va tahdid harflari. Tandim degani malomat qilish, fe'mon qildirish va qiziqtirish harflari. Halla allama ha namziga o'tgan lavlalar to'rt harf qo'y. Bular la va ma ortiq la bilan ma ortiq ziyoda qiladigan la bilan ma bilan birikkan halal ilingandak degani mushadiga tandim tahdid ma'no aş temennidan ilingandak la. Nimishqa bu ikkisi temennini ma'nosi. Chunki temenni yo'qachqa, temenni yo'qan ishni biz orzu qilgan qilmasa achchiqimiz qiladi, malomat qilamiz. Biz orzu qiladigan ishni boshqalarga qiziqtiramiz kelgusi zamonga. Mishadagi ilgirki o'tgan zamondagi malomat, kelgusi zamondagi qiziqtirish temennining ma'nosini chiqib ketgan. Mushta o'xshaydi juma deb ma'lum Sakaki ki annabi iboratini tushunib, xuddi bir narsa yodiga kelgandek fikrni o'tirib qo'yadi. Nimishqa desa ma tarkibdan mozida tandin malomat mudoratda tahdid chiqsin uchun asli tamannidan chiqib emasmi deb Sakaki ma fikrni o'tirib qo'ydi. Masalan, halla aklam zaydligini zayddan nimish qolma ilmadan degan gap bu. Hurmatli bidomma degan gap asli. Halla taqomsa turmamsa turmamsa degan gap, yana tura degan gap shu qiziqtirmadan shaklda. Tamam, o'zimizning gapga kelaylik. Temenniga ketyaptik biz. Temenniningki tayinlangan harfi bir oldu. O olsunmu leyda. Leyda. Leydadan boshqa haldan mutamanni chiqadigan bo'ldi, lavdan mutamanni chiqadigan bo'ldi. Ondan boshqa la'alla. La'alla normalda yaxshi ehtimolni ifodalaydi. La'allalloh yuhdisu amra desa, balkim Alloh bir ishlarni paydo. La'alla aba yarji yawman. Balkim dadan kunlarni birida qayt. Yaxshi umr, ya'ni yaxshi ehtimol, kelgusidagi yaxshi ehtimolni ifodalaydi. Ammo yaxshi ehtimol degan qat fil muzorin oldiga kelib qolsa ehtimol emasmi? Uningda yaxshi yomonlik hukm bo'lmaydi. Lekin la'alla normalda bir jumla kirib qolsa, shu jumlada bir xil yaxshi ehtimollik, mana bo'lishi mumkin, etishi mumkin, balkim degandek bir hukm bilan o'zimizning yaxshi orzusi uyushilgan ehtimollikni ifodalaydi. Endi buningdan chiqib temenni buyurdi. O degan yaxshi ehtimollik bunda bir beshlardan yaxshi umid kutish va temenni rasmiy orzu qilish. Endi la'alla bilan ba'zida temenni mi qilib orzu umid mi qilib, ya'ni kashki degan ma'no. Agar la'alla temenni bo'lmasa, balkim ehtimol deb unda o'zimizning yaxshi tilak asosidagi tarjimani ishlatsak bo'ladi. Ammo temenni yo'q qolsa kashki degan ma'no ishlatamiz. U vaqtida laytning hukmi beriladi degani xuddi laytga o'xshash jumlada iborat jihatda javobini kelgan fil mudori'larning oldiga antaqdir qilib zo'ra qiladigan ahvollarning hammasida o'xshash bo'ladi. La'alli ahud fa'adurak. Men kashki haj qilishim, haj qilib qolsam men sizni yo'qlaman. Kashki. Agar la'alla mashhurunda temenni uchun bo'lmay, tarajji uchun bo'lib qolsa haj qilishim mumkin fa'zurruku vaqtda. Agar temenni yo'q qolsa, kashki haj qilsam, men sizni yo'qlayman degan bo'ladi. Ya'ni azrakni zo'ruq. Shu umid qilinadigan narsaning hosilidan yiroq bo'lganlik. Unda o'g'il bir savol. Mush la'alaning mush jumlaning o'zida ham temenni ma'nosini ishlatilib bo'ladi ekan, tarajji. Ne farq bor desa, tarajji yo'q vaqtida yaqin ehtimolni ko'rsatadi. Ya'ni haj qilishim mumkin, balki bu yil yoki kelasi yil degan ma'no chiqadi. Temenni yo'q vaqtda kashki haj qila olsam-chi deb hozircha taqib fursatning yara bermaydiganligini ifodalayib chiqadi. Demak, bu jumla uslubidagi ifodalar bu endi. Biz maqomda qana shaklda qo'llanmoqchi bo'lsak, shu xil uslubni qo'llanish to'g'ri keladi. Unda o'g'anda gapni xulosalab saboqlashlar. Fa ahrufu tamanni idan. Undaqda tamanni harflari to'rt bo'ldi. Layta, hal, law, la'alla. Hakum amsila alayha. Bularning misollari tuvandagidek. Masalan, laytning misolini kelsak, laytal hayat tasfu min al-aqdar. Hayot pis ishlardan nim bo'lsa, sap suzib bo'lsa kashki ha degandek bir xil umid hukm. In sha'rining ala layta shababa yaud yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mushib fa ukhbirahu. Kashki yoshlik bir kun keyin bitsa, shu yoshlikqa yoki yoshlarga qirla nimishlarni qiladi buni depasam ekan. Fa ukhbirahu zo'r qiladi. Yana bir misol hal va hal yanfa'u shay'an laytu layta va hal yanfa'u shay'an laytu layta shababan bu'a fashtarayt. Kashki deb bo'lib, hem kashki degan gap bir narsaga foydasi bormi? Yanfa'u shay'an laytu degan gap kashki degan gap bir narsaga foydasi bormi?
Kaşki yaşlık setilgan bolsa, bu adigene bi adigen gap, yani ba'adin chiqqan majhul fe'l, ishmon bilan o'qiyotgan holati. Bu setilgan bolsa, faktaray setib olatdim. Bu laytning misoli. Halning misoli qarasak, Allah subhanahu wa ta'alaninki fahal lana min shufa'a feyashfa'u lana bizga shafaat qilganlar bo'lsa kaşki bizga qana qiladi, shafaat qiladi. Feyashfa'u deki bunun tushib ketganligi fe'lninki nasblik holatligining ifodasi, halning tamaniyligining ifodasi. Agar hal istifhom bo'lsa, ya'ni nun tushib ketmaydi. Endi fahal ila khurujin min sabil, yo'l yo'q. Ümit qotidi, kaşki chiqish bir yo'l bo'lsa ekan degandek. Mao halning misoli, lavning misoli falaw anna lana karra. Agar bizning yana bir qitim yana fursatimiz bo'lib qolgan bo'lsa, kaşki fanakun minal mu'minin. Biz shu vaqtda fanakuna minal mu'minin. Mu'minlar bo'lar idoq. Va kaşkini ifodalar. Buni kaşki ifodalanganlikning iboratdagi ifodasi fanakuna nasbi. La'alning misoli la'alli ablughul asbab. La'alli mushu bir taraflarga yetalisam chu kaşki lalli asbug'ul u yedamaydi u. Chunki Fir'avn Hamonga buyruq qildi, bundan bir sabab men asharaga chiqib bir Musoning ilohlarini qashqarib chiqib kirishim mumkin qilsam chu degandek bir xil umidni ifodalaydi. Endi bir she'rdan birisi va asr balqata hal yu'iru janahahu. Asma she'rda maktabda keltirgani kammo yoki biz burun yodlig'ini kammo. Asr balqata hal man yu'iru janahahu. Yani qanotini oriyat deb turadigan kishilar varmi deb mendan birisi bor-da. Yani ödeklarga xitob qiladi. Voy shu ödeklar. Asr balqata degani tuzdanlikning hozir yaylab turgan ödeklar. Hal man yu'iru janahahu. Qanotini oriyat berib turadiganlarning varmi aranglar. Bir ucha olsam la'alli ila man qad hadaytu atiru. Kaşki o'zim orzu qilgan söygan odamning qashqa uchib bora olsam ken deb mana umid shaklini ifodalaydi. Tamam, shuni bilan bizning tamanni haqida deydigan mazmunlarimiz asosan tugadi. Endi keldik insha talabining ikkinchisi al-istifham. Yani so'roq vositalar. Arab tilida so'roq vositalaridan nurg'un so'roq vositalar bor. Masalan, men bilamiz hal, hamza, man, mata, ayyana, kayfa deb bakji qo'limiz bor. Mushlarning qaritilmasini, qanday ma'noni ifodalaydi, qanday maqomlarda qanday vosita ishlasak eng to'g'ri degandek va qanday e'tiborat, qanday ma'nolarni o'ziga olgan bu vosita degandek mush ma'nolarni inshaalloh istifhomda so'zlab o'tamiz. Avtor istifhomni ta'rif qilib gapni boshlab, huwa talabul ilmi bi shay fi adawat ma'rufa. Hammalarga tanish bo'lgan vosita, harf yoki ism va shunga o'xshagan vositalardan foydalanib ma'lum shayni bilishni istash. Ma'munda mu biz bilmoqchi bo'lgan nuqtani mush vositalar orqali qanday qilib, masalan, mangmoqchi, mata tadhhab, qachon ketsa, uning ketgan vaqtini bilmoqchi. Kayfa halu, ahvolingiz qandoq? Mush shu. Endi advatuhu istifhamning vositalari yoki istifhamga tayinlangan alfozlar hamza, hal, ma, man, ayun, kayfa, ayna, anna, mata, ayyana qatorliqlar. Bularning qo'llanilgan o'rinlari, ifodalaydigan mazmunlari va qaritilmalarni inshaalloh bir-birlab so'zlaymiz. Buning ichida hal bilan hamzaning masalasi sal yuqoriroq, ko'proq, bu murakkabroq endi. Qolganlari bizga nisbatan bak ig'ir kelmaydi. Chunki biz hozirga qadar o'qiyotgan grammatik bo'lsin yoki boshqa arab tili kitoblarda bo'lsin, bularning qo'llanilgan o'rinlarini ko'p o'qitdik. Oddiy biz tushundik har holda nurg'unlarini. Hamda hallan hamzada, hal bilan hamzada sal to'xtalamiz. Endi biz normalda yangi arab tili o'qiydigan bolalar, o'quvchilarga halning ma'nosi nima, hamzaning ma'nosi nima, ikkalasining ma'nosini mu deb bilamiz. Normalda bu gap to'g'ri. Hal Muhammad talibun Muhammad talibun, Muhammad o'quvchimi degan ma'no. Lekin bularning qo'llanilgan o'rinlari ko'z tutmoqchi bo'lgan nuqta, o'shadagi qo'ygan mudin istifhomdan, so'moqchi bo'lgan savoldan ko'z tutmoqchi bo'lgan nuqta qatorliq. Lekin bularning mas keladigan, kelmaydigan jumla shaklida qatorliq bir qancha taraflar bor. Qaraylar, ol hamzadan boshlaylik. Hamza ta'ti li talab at-tasdiq deydi.
Şu Qur'dan ahir qarasanlar avtati li talabat tasavvur deydi. Yani cümlede mana iki taraf var. Birisi tasdiq, birisi demo tasavvur. Tasavvur degan nima, tasdiq degan nima degan vaqtimizda tasdiq deganimiz cümlenin mazmunining ki şekilleniş jarayonini deymiz tasdiq deymiz. Masalan Muhammad Talibun desa o'quvchilik Muhammadga bog'landi. Ya'ni Muhammad o'quvchi degan jen olgan ufqum, ya'ni isnod. Taxminan degan vaqtimizda isnod. Ya'ni texmo tushunadigan vaqtimizda musnad bilan muslim o'tiradigan nima aloqa bog'lanishliq tasdiq qiladi. Safartu ila İstanbul. İstanbulga safar qildim. Bu yerda 3 narsa bor. Birisi safar qilgan men. Cümlenin iki biligi deyimiz, muslay deyimiz bunu. Yine birisi safar qilmoq, pil, şirket. Safar qilmoq, şirket. Yine birisi şu safar qilishning manga bog'lanib safar qilishdan iborat bir ishning vujudga chiqqan va chiqmaganligi. Buni biz isnodda aytdik, mekiga vaqtda tasdiq deb atadi. Dal hamzining alohidligi mushu hukmdan jumlaning mazmunidan so'ray oladi. Masalan bundan keltirgan misol, sal turib taqim cho'ng qo'yishimizda aqama Zayd desa Zayd o'rnidan turdimi desa, nuqul Zayddan so'moqchi emas. O'rnidan tug'an tumoq, balki Zaydning o'rnidan tug'an tumoqligini so'moqchi. Esingda bo'lsin, o'rnidan turish degan harakatdan emas. Zayddan emas, balki Zaydning o'rnidan tug'an va tumoqligidan so'moqchi. Ataydan qo'ymadim o'xshash jumla fe'liy olsun yoki jumla ismiy olsun o'xshash. Demak, hamzining birinchi ma'nosi jumlaning mazmunidan so'rashgan. Yoki tasavvurni istash uchun keladi degani jumladagi bilaklar bor. İki bilak deymiz muslay, xabar bilak deymiz musnad. Mushu bilaktin so'raydi. Jumlaning mazmunidan faqat chatoq yo'q. Jumlaning mazmunini biladi bu. Jumlaning mazmunini biladi. Tasdiq cümlenin mazmununu bilmeydi, bilmekçi üçün so'raydi, bilmek üçün so'raydi. Tasavvur cümlenin mazmununu bilip bulaqlıq yüz berganligini. Endi yüz bergan muslay kim? Yüz bergan muslay kim? Yüz bergan ish harakat qaysi deb ya muslaydan so'raydi, nuqul yoki musnaddan so'raydi. Cümledagi bo'laklardan so'g'inini, bo'laklarni biz tasavvur degan atalg'i ataymiz mantiq bo'yicha. Masalan, adibsun fil ina am asalun desa qarshidagi sirkimu yoki hasalmu desa. Qarshi taraf, ya'ni so'zlayotgan tarafimiz jumla degan taraf qarshida bir suyuqlikning borligini biladi. Unda jumlaning nisbatini biladi, isnodini biladi, tasdiqini biladi. Ya'ni qarshida bir suyuq jismning borligini biladi, jumlaning mazmunini bilib bo'ldi. Endi qarshidagi shu cümlenin iki kısmı olan, yani yasırki yoki hasanning nima ekanligini so'rayotdi. Ya'ni muslayning nima ekanligini so'rayotdi. Bu bir. Afil habiyati dibsuk am fizq. Sening sirkan küptümü yoki tulumdimi deydi. Ishqib sirkining bir qachiq ilinganligini biladi. Shu qachiq qaysi ma'nodan so'rayotdi. Birinchi jumlada muslayning nimaligidan so'rgan. İkinci cümlede musnadning nima ekanligidan so'radi. Lekin har ikkala jumlada chiqib bir qachaga, bir suyuqlikning ilinganligidan iborat bo'lgan jumlaning mazmunidan xabarda. Undan so'rmaydi. Ma'u tasavvurdan so'rgan bo'ladi. Tasavvurdan so'rgan bo'ladi. Demak, hamzininki universal alohidlik bor. Jumlaning mazmunidan so'ray oladi. Jumladagi bilaklardan so'raydi. Taxminiy bir misoldan birini beraylik. Aja'a Muhammad desa, Muhammad keldimi desa, soğa adam muşurunda nima demekçi? Muhammad keldimi deb ikkisining o'tirdan chiqqan Muhammadning kelishi degan uqumdan so'moqchi. Bu bir. Muhammad ja'a am Ahmad desa, Muhammad keldimi, Ahmad keldimi? Ishga taraqqida aytib, biz taraq kirib gapsiz qilyotdi. O parangish bo'lgandan keyin kirsam, mendan so'radiki, Muhammad keldimi, Ahmadmi? Birisi keldi-ku, birisi o'tirdi-ku, birisi parangish qildi-ku. Demak, bir odamning kelganligini bilib bo'ldi. Jumla mazmuni bilib bo'ldiki, faqat muslay kim mushundan so'moqchi bir bilakdi. Anaimun Muhammad am qaimun? Muhammad uxloqliqmi yoki turuqliqmi? Bu yerda Muhammadning bir ish qilayotganligini biladi, bir holat ekanligini. So'moqchiki, uxloqliqmi? Uyqudimi yoki uyg'oqmi? Ya'ni musnaddan so'rayotdi. Buni ma'no bildim deymiz, tasavvur deymiz. Ana o'ganda hamzining
ikki alohidalik bor ekan. Birisi jumlaning mazmunidan so'ray oladi ekan, yana birisi jumlaning bo'laklaridan so'ray oladi ekan. Endi bu jumlaning bo'laklaridan tasavvurdan so'rgan vaqtda hamziga yordamchi bo'lgan am muadil deb qo'yamiz. Shu bo'laklarni ikkiga bo'lishga yordamlashadigan mushu birliklar ko'p hollarda. Shuningga kelgan misolimiz shu. Masalan, adib suka fil ina am asalındaki am muadil deb qo'yamiz. Tasavvurni ikkiga bo'lib, ikkini o'tirda tayinni talab qilish rolini o'ynaydi. Afil xobiyati dibsuki am fi ziqqi degan misolda shu am shu bu amni am muadil deb qo'yamiz. Hamza tasavvurni talab qilish uchun kelgan vaqtda shu am yordamchi bo'lib jumlada keladi. Bu bir. Unda hamzaning ikki xil ekan, shunda shunlashqa azaydun qama va amran arafta degan jumla qabih emas. Nima uchun qabih olmaydi desa, zaydun qama deb bunda muslay oldida musnad fil shaklida kelgan jumla biz muslayning babida taxsis chiqadi emasmi? Taxsis degan nima degan gap desa, ta'kid degan nima degan gap desa, jumlaning mazmuni 101 bo'ldi degan gap. 101 bo'lgan vaqtida hamzaning kelishi to'g'ri. Nimishqa hamza jumlaning mazmunidan so'rashdan boshqa tasavvur bilaklarni so'ray oladigan bo'lgancha takrorlanish, bilgan narsani so'rash yuz bermaydi. Amran arabdimi shu? Amranning oldida kelganligi la shakatning 101 bo'lganligini, buni qarashtirib bildiganligini ifodalaydi. Agar hamza mushurunda, hamza tasdiqlan so'rashdan kelgan bo'lsa, xato bo'libdi majbur. Chunki tasdiq degan gap jumlaning yuz bergan bermaganligidan so'rash. Halbuki amranning jumlaning oldida kelganligi jumlaning mazmuni 101 bo'ldi deganlik. Tasdiqlam uchun bo'lib qolsa, demak to'g'ri bo'lmaydi. Ammo hamzaning tasavvur rolini bo'lgancha amran arafta. Amrni la turdingizmi? Yoki Muhammadni turdingizmi deb bir narsa tashlanadi keyinida. Savol kimga tushdi? Amrga tushdi jumla mazmuniga. Chunki jumla mazmunini bilib bo'ldik. Amranning ilgari kelish orqali biz jumla mazmunini yuz berganligini bilib bo'ldik. Shunga qabiy emas. Chunki so'ralg'uchi hamza bilan hamzaning keyindagi bo'ladi. Ning keyinidagi zayd, ning keyinidagi amran bo'ladi. Cümlenin mazmuni emas, tasdiq emas, nisbat emas, isnad emas, balki bir bo'lak. Zayd amrdan so'raldi ma'rumda. Endi mas'ulun anhu qaysi mas'ulun anhu dal hamzaga agishib keladigan masalan ba'zi pil keladi adaydan darabta zaydan desa urushding. Ey zaydni urdingmi? Urdingmi? Bunda masalan fa'il bo'ladi. Anta darabta desa sen urdingmi deb sendan so'rayotdi. Maf'ulun bihi bo'ladi. Azaydan darabta maf'ulun bihdan so'radi. Bu hamzaning alohidligi, hamzada cho'ng gap yo'q. Shuni bilib saqlanadi. Chunki bu universal bo'lgancha buningda alohida farqlanadigan taraf bo'lmaydi. Maqomga qarab turib, jumlaning mazmunini so'rayotgan bo'lsa, shu shaklda qo'llansak bo'ladi. Tasdiqdan, tasavvurdan so'rayotgan bo'lsa, o shaklda qo'llansak bo'ladi. Ammo masala halda. Abturda o'tadi. Hal ta'ti li talab at-tasdiq va hasb. Hal faqat tasdiqni talab qilish uchun keladi xolos. Yani halning jumlaning mazmunini so'rashdan boshqa rol yo'q. Bu yerda bir muncha masala chiqadi, nima desanglar, hal mas kelmaydigan nurg'un jumla shakllari chiqadi. Hamza ham tasdiq, ham tasavvurni so'ray oladigan bo'lgancha, butun jumla shakllariga mas kelsa, ammo hal faqat tasdiqni ham so'rgan bo'lgancha, bu mas kelmaydigan, tasdiq bo'lgan, jumla mazmuni oydinlashib bo'lgan, faqat tasavvurni so'rmoqchi bo'lgan nurg'un yerlarga hal mas kelmaydi. Demak, hal hamzaga qarag'an vaqtda alohida bir nimaga ega, ahkomlarga, qoidalarga ega. Odatda halga munosabatlik 5-6 ga yaqin bir, 3-4 ga yaqin bir qoidalar bor. Masalan, hozir biz keyinga davomlashmay turib, hal to'g'riliq bir ozroq to'xtalaydi. Odatda halning birinchi qoidasi, bilib oladigan birinchi qoida hal talab tasdiqchi bo'lgan bo'lgancha am muadil kelmaydi. Bayatdan hamzadan keyin am muadil, ya'ni jumladagi bo'laklarning ta'yinini talab qilish uchun yordamlashadigan am muadil keladi degan to'q hamzada hal kelmaydi. Haldan keyin am kelmaydi. Kep qolsa bu am bel ma'nosidagi am munqati'a bo'ladi. O vaqtda idrob bo'ladi. Mana shaklda tarjima qilamiz vaqtda. Birinchi muhim nuqta. Ikkinchisi odatda hal fil mudoriga kirib qolsa, chuqur fil mudori kelgusi zaman ma'nosida kelishi kerak. Odatda men bilamiz bu nahv kitoblarda o'qiymiz, fil mudori kelgusi zamonda ham keladi, hozir zamonda ham keladi, o'tgan zamonda ham keladi. O'tgan zamonda qanday keladi desam mumkin, buni odatdagi zamonda tunishtiramiz. Bir bola
kesel turup soğuk su içken bolsa, işte göz aldımda. Ben onu sorayım. Eteşrebu ma'an barid ve ente marid. Hey, kesel turup soğuk su içemse deyme. Qo'llanganim eteşrebu fil mudari, lekin maqsad qilayotganim o'tgan zaman. Bir adam biz bir alim turib Allohga oshiq qilgan bo'lsa, atasi robbak va anta alim. Sen alim turib Robbingga oshiq qilamsa deyman. Atasi fil mudari, lekin chiqqan ma'no o'tgan zaman. Fil mudaridan aşağı 3 zaman chiqdi. O'tgan zaman hozirgi istimror davom etayotgan zaman va kelgusi zaman ma'no chiqdi. Va kelgusi zaman ma'no chiqdi. Endi hal kirgan fil mudari çok kelgusi zaman fil mudari olur. Agar fil mudari o'tgan zamanni yoki istimror hozir zamanni ifodalab qolsa, bu fil mudarini olib nima kiranmaydi, hal kiranmaydi. Ma'kallanadi bo'lsa, bu ikkinchi qoida. Ama normalde mazi lafzi kelib qolsa, o vaqtda kirsa bo'laveradi hal. Uning masalasi yo'q. Bu ikinci ahkam. Halning üçüncü kaidesi hal şart cümlelerge kiranmaydi. Hal şart cümlelerge kiranmaydi. İnna cümlege kiranmaydi. Fil mudari menfi va cümlelerge kiranmaydi. Bu cümlenin hammasiga hamza kiradi. Hal kiranmaydi. Bu halning üçüncü alohidligi. Dördüncüsü cümlenin mazmuni tushunilib bo'lgan. Cümlenin mazmuni iboyatdan biz amran arafda dedik, amrning oldida kelganligidir. Maf'ulun bih oldida keldi degan gap. Maf'ulun bih ba degan gap buning tabiiyki fa'ilisi va fi'lisi va degan gap. Cümlenin mazmuni tushunib bo'lamiz herhalde. Yuz berganligini. Mandaq cümlelarga qanday kirmaydi hal kiradi. Demak, halning 4 xil alohidligi va mush alohidligini bilib olsak, keyin so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlar bizga nisbatan qulay, oddiy. Keyindeki mazmunlarning hammasi shu 4 xil alohidlikni asos qilib turib, mazmunni davom qiladi. Qaramanda olsa. Abdur da'du hal faqat talab tasdiqchilar keladi. Hal qamizga o'xshash. Buning ma'nosi bunda bo'lsa, Zayd o'rnidan turdimi? Mana shaklda chiqadi. Hal amrun qoidun. Amr o'tirayotamdi. Mana ma'no chiqadi. Ya'ni amrning o'taqanligidan so'moqchi. Qanaqdir nuqul, ya amrni o'tirish emas. Şunlaşqa hal Zaydun qama am amrun degan jumla xato. Dal bayatdanki birinci qoida halning birinchi qoidasi shuki, chunki am jumladagi tayin istashni ifodalaydi. Ya'ni ma'lum bir bilaklarni. Unda bu am tasavvurni ifodalaydi degan gap. Halning unda ma'nosi hal faqat tasdiqlan talab qilib keladi. Hal Zaydan darabta degani qabih demishqa Zayd jumlaning oldida kelganligini o'zi jumlaning tasdiqini, mazmunining yuz berganligini bizga oldin olib bildirib turadi. Bildirib bo'lgandan hal orqali so'rash hojat emas. İbayatında da hal cümlenin mazmunu tushunilib bo'lgan shakldagi jumlalarni hal kelmaydi. Mana shuni qabih deydi. Chunki Abdur bayon qildi, Zaydning muqaddam kelganligi, ya'ni taqdim degan Zaydning bu jumlada muqaddam keltirganlik pilg'i bo'lgan, pilning o'zi bilan tasdiqning hosil bo'lganligini taqozo qiladiki, 101 bo'ldi degan ifoda. Biz Zaydning burun kelganligidan lam jumlasini bu bo'lganligini tushunamiz. Qoidani hal orqali so'rashning nimasi yo'q, hojati yo'q. Bu bir sebep. İkinci sebep hal Zaydun qama am amrundan amning xato bo'lishi u am talabi tasavvur uchun keladi. Talabi tasavvur degan gap desang, tasdiq hosil bo'lgandan keyin sharkat yuzib bo'lgandan keyin kim qildi yoki nima qildi degan savol tushdi. Tasavvur degan tasdiq bo'lgandan keyin bo'lgan narsa. Am tasavvurni talab qilish uchun kelganligi bu tabiiyki shu mazmunning o'ziga tasdiqning hosil bo'lgandan keyin talab qiladi bu tasavvurni. Ya'ni am şu hükümünün özdeki tasdiqning hosil bo'lgandan keyingi tasavvurni talab qilish kerak. Demak, amning kelganligi, Zaydning muqaddam bo'lganligi jumlaning mazmunining obayatdan 101 bo'lganligini ifodalaydigan bo'lg'achqa, halning roli faqat jumlaning mazmunidan so'raydigan bo'lg'achqa, bu biz bilib bo'lgan, yuz berganligini aniqlab bo'lgan mazmun hal orqali qaytadan so'ralish nima behojat. Hal orqali qaytadan so'ralish behojat. Bu bir. Ammo Nimiş qalsa febeynehuma o ikisini oturda em bilen helning oturda taqdim bilen helning oturda tadafu ittirishish var. İttirishish. Birisi tasavvur qapirman deydi, birisi tasdiq qapirman deydi. Tasdiq jumlaning mazmuni bilinmadi degan gap. Helning talabi. Ama emning talabi, taqdimning talabi jumlaning mazmuni o'qib bo'ldi. Biz faqat ma'no so'rsak bo'ladi degandek tasavvur qapiradi. Bu tadafu hal Zaydun qama am amrunning durustligini ham cheklaydi. Çünkü meyadımı tabii ki em geldi degan gap jumla mazmuni 101 bo'ldi degan gap. Hal 100 berdim mi degan gap ikkisini o'tirda zidliq bor.
Ama hal Zeydun darafta degeni bu qabih huludu bestegini bu xata emas. Çünki az Zeyden deb so'rab qolgan bo'lsa, bu yerdan Zeydning muqaddam bo'lgan taxsisni ifodalaydi. Taxsis degan jumlaning mazmuni 101 pulab rega xis qilingan degan gapda, ammo Zeydning marfuati kelib qolganligi bir navi jumlaning mazmunining yuz berganligini bizni sal tushirdi tutdi. Mana o'tdan qabih da'votidir. Amma hal Zeyden darabtahu deb qolsa, yani hal akilish to'g'ri. Chunki hammadan bilamiz, hal Zeyden darabtahu degan jumlaning asli qurilmasi darabtu Zeyden darabtu. Buni jiq o'qib ketdik kitobning boshida. Darabtu Zeyden darab. Zeydun darabtuhu bo'lib qolsa, oldiga pul taqdir qilinmaydi. Zeyden darabtuhu pul taqdir qilindiga pul shunda oldiga kelsa, tabiiyki dal halning istigini bo'ladi. Yani tasdiqdan so'rsak bo'ladi. Nimishqa Zeydning oldida mufassar bo'lgan pulni taqdir qilish to'g'ri bo'lganligi uchun biz deymizki, hal Zeyden hal darabta Zeyden darabta vaqtda hal tabiiy normal tabiiy talab tasdiq uchun kelgan bo'ladi. Jumlaning mazmunidan Zeyden o'rtog'ma degan bo'ladi. Hech qanday boshqa gap yo'q bu yerda. Endi bu yerda Sakkaki bir ishga gapni qistirmoqchi bo'ldi. Balki yangilik chiqadi. Ko'pincha Sakkakining gaplaridan yangilik chiqadi. İmam Sakkaki rahimahullah hal rajulun arafaning qabihligini yuqoridagi mazmun uchun qildiki, ya'ni hal Zeydan darabta qabih bo'lgan sabab tufayli qildi. Biz bayatın hal Zeydan darabtani nima uchun to'g'ri emas, yaxshi emas dedik. Chunki Zeydanning muqaddam bo'lganligi jumlada tasdiqning hosil bo'lganligini bizga bildiradi. Holbuki hal cümlenin mazmununun hosil bo'lganligi bilinib bo'lgan yerlarga qana kirmaydi dedik. Aynı sebepning o'zi hal rajulun arafaga tepildi dedi. Çünkü rajulun arafa, rajulun cani deb o'tganda taxsis chiqadi emas, balki shu yerga qapag'an bo'lishi mumkin. Undaq deyilsa, rajulun arafa qabih bo'lib qoldi shu sabab tufayli deyilsa, hal Zeydun arafa qabih bo'lmasligi lozim keladi. Hal Zeydun arafa qabih bo'lmasligi lozim. Chunki qaranglar, Sakkakining ko'z suratini taxsisdan asos qilyapti. Rajulun cani'nin taxsis chiqdi. Lekin Zeydun cani'nin taxsis chiqmaydi. Sakkakining nazarida Sakkakining o'zi hal rajulun arafani taxsis tufaylidan qabih degan bo'lsa, haldan kirishi to'g'ri emas degan bo'lsa, endi Sakkakining o'zining mazhabiga borsak, hal Zeydun arafa yana qabih bo'lishi to'g'ri keladi. Chunki qabih bo'lmasa to'g'ri keladi. Albuki, hamidan qabih deymiz uni. Zeydning taqdimi taxsis uchun emas. Hatta bu yerda pilning o'zida tasdiqning ozlig'ini talab qilgudek taxsis chiqmaydi bu o'rinda. O'g'anda Sakkakining fikri bo'yicha hal Zeydun arafa qabih bo'lmasi lozim keladi. Ana Sakkakidan boshqalar hal rajulun arafa, hal Zeydun arafaning qabihligiga esingli bo'lsin, bir gap esingli bo'lsin, ha. Biz jumlaning boshida hal Zeydun darabtani biz qabih deb bo'ldik. Hal Zeydun arafa o'xshash gap ikkisi. Balag'achilar qabih deb bo'ldi, ammo Sakkakining o'zini tutib oldi. Qani Sakkaki burun degan gap bo'lyapti emasmi? Ashar tutib oldi. Sakkaki chunki bizning nazarimizda hal Zeydun arafadan taxsis chiqaveradi, ta'kid chiqaveradi. Shunga biz normalda hal Zeydun arafadan qabihlik chiqdi deymiz halning kirishi. Lekin Sakkaki Zeydun qomil oyada taxsis chiqmaydi deb bir narsani degan shu vaqtida rajulun ja'ani degan mazmunlarda shu gapiga olib turib bilan ma'noda sizning gapingiz bo'yicha taxsis qabihlik chiqmaslik to'g'ri keladi. Buni undan deysiz dedi. Am Sakkakin boshqalar bunga sabab ko'rsatib diqqat qilinglar. Sakkakin boshqalar hal rajulun arafa hal Zeydun arafa degan ikki jumla birisi ma'rif birisine kira bunun qabihligiga mundaq deb sabab ko'rsatdiki gapi ma'lum. Ma'lum gapi qilib o'rinliq. هل أسلت قد مانسا بطغرا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قد أتى على الإنسان تقول ده هل مانسا ببر سبب bu sebepni bir izahlaylı. Qat hemen bilirse filnin üstü kırdıgan neyse. İsimnin üstü kirişi hata. Yani hata desem de çok hata emas mı? Qabih degeni şu. Taza yaxşı emas. Şu tüpeyledin helinin isminin üstü kirişi taza muvafiq emas. Dep sebep bayan kılıdı başkalar. Bu gap kılı orulluq. İkinci sebep ve bir enne de boğulen bir enne başlamagan ma şekil ikinci sebep ifade. İkinci sebep istifham şu qad bilen birli ushlangan hamzini oldi. Aslida hal qaddi qatni oldida aqat deb manda keladi qo'llanadi. Hamza tashlanib qat quyildi o'hmidan. Nimishqa hal istifhamda ko'p tushganligi uchun. Ahal asli ahalda aqat shaklda hamza tashlanib hal quyildi ko'p ishlatilganligi uchun. Aslisi yani hal tamam. Ma ikinci sebep oldu.
asli hamz etma gapning oxirisi asli hamz vatdi ahaldi aqat ma'nosida keyin hamza tashlanib halqab qolgan. Demak bu aslida qat o'g'achqa normal ismliqini ism bilan boshlangan jumlaning oldiga kirishi toz yaxshi emas. Chunki qat fe'lga xos narsa. Ya ma'lum ustida kiradi, ya mudorib ustida kiradi deb gapni mana shaklda bayon qildi boshqalar. Ana bir gap kelaydi savoqdoshlar. Endi bu hal fe'l mudorani istiqbol xos qiladi. Men bayatdan halning ikkinchi hukmini deb berganlar, ikkinchi qoidasi hal normalda fe'l mudori ustida kirsa, fe'l mudori istiqbol ma'nosida kelishi kerak. Agar shu fe'l mudori o'tgan zaman yoki hozir zaman ma'noga kelib qolsa, shu fe'l mudorining o'zi o'tgan zaman yoki hozir zamonda kelib qolsa, hal kirish to'g'ri emas. Istiqbolga xos qiladi. Chunki u isfomda asli emas. Va uning hamzining kam kelganligi uchun, ya'ni hamzining kamchiligi bor uningki. Shunlashqa halni tavbihlarda ishlash to'g'ri emas, ya'ni holda yuz bergan harakatga qarata. Diqqat qiling. İyi bayandaki şu. Hal fe'l mudorining ustiga kirib qolsa, fe'l mudori cho'qim kelgusi zamonda bo'lishi kerak. Agar hozirgi zamon ya kelgusi o'tgan zamon bo'lib qolsa, hal bo'lmaydigan. Shu gapning o'zi shu. To'g'ri emas. Ya'ni hal tadribu degan ma huwa ahu. Birisi zaytni urib men deymanki, hal tadribu degan ma huwa ahu. Hey, konstruq uramsiz buni. Ma urib hozirgi zaman. Kelgusi zaman emas, urib bu. Ma şekilde deyiliş to'g'ri, chunki hal kelgusi zamonga xos deb manda shaklda bayon qildi. Ma bir halga munosabatlik yana bir mazmun, halga munosabatlik yana bir mazmun. Tamam. O'tdik. Anikin tasdiqning halga xos qilinishi, ya'ni ikki alohidlikni o'tirib qo'ydik hamda hal to'g'riliq. Birisi hal tasdiqlashchilar keladi. Bu bir alohidlik, xoslik. Va shu halning fe'l mudorining istiqbolga xos qilganligi degani halda yuqorida ikki alohidlikni ko'rdik. Birisi hal kalima tasdiqlashchilar keladi. Yana birisi hal fe'l mudorining nega xos qiladi? Istiqbol uchunlar keladi, istiqbolga xos qiladi. Bu xil alohidlik halga mazid imtisos dunal hamz degani hamzisiz ba'zi xosliklarni qilib qo'ygan. Hamza keladigan nurg'un urumlarga hal kelinmaydi. Halning doirasi hamzaga qaraganda xosroq, tor doirada deydi. Tor doirada. Aşunda olushi nima sabablik desa, halning zamoni bo'lgan. U xoslik nimaga xos hal desa, chunki halning nurg'un sabab bayon qildik. Birisi tasdiq uchun keldi. Masalan, tasdiqlagan harakatning 101 degan gap bayon tushunchamiz bo'yicha. Yana birisi fe'l mudorining kelgusiga xos qildik. Bu bir fe'l xarakteri. Yana birisi hal aslida qad dedik. Qad degan nimaga xos? Fe'lga xos. Demak, halning butun tarixiga qarasak, saplab fil deb bo'ladi ekan-ku bu. Pilga bakroq yaqin keladi ekan bu. Anaqaniki bunda bir alohida xoslikimiz paydo bo'ladi. Bu xoslik nimaga xos esa, bu zamonga tava bo'lgan narsalarga bakroq xosilish ahvoli ko'rildi bu yo'lda. Masalan, filga o'xshash. Qayta tasdiqning halga xos qilinishi, halning fe'l mudorining istiqbolga xos qilishi shu halga texmo bir xil xoslikni qilib qo'ygan. Hamzasiz. U nimaga xoslik bo'lsa, o'sha xoslik dal zamonliq bo'lishi, texnikni qo'ygan narsalarga xoslik bakroq hamzaga qaraganda. Hamza o pilni ismni ayirib o'tolmaydi. Chunki hamzaning unda bir tarixi yo'q. Ammo hal asosan zamon xarakteridagi narsalarga bakroq xos keladi. Zamon xarakteridagi narsaga qaysi o'sha fe'l-chu. Undan keyin bizning hozirgina so'zlab kelgan qoidamiz bo'yicha muqtazoi zohir halning muqtazoi zohir ise fe'lning ustiga kirishgan. Agar o ismning ustiga kirib qolganda muqtazoi zohirni chetlab chiqqan bo'lib, bu yerda alohida bir mazmun chiqadi. Qanday desanglar, halning talabi fe'l, hal fe'lning chafini. Fe'li jumlalarning nimasi bir belgisi. Keyinida ismiy jumla kelib qolsa, ikki jumlaning mazmuni mujassamlashgan bo'ladi. Hamma bilasizlar balog'atda fe'li jumlalardan hudus chiqadi, tajaddud chiqadi. İsmi cümlelerden subut çıkıyor. Hal fi'li cümle kelsa normal cümle bo'ladi. Odatda bu normal muqtazoi zohir. Endi hal ismi cümle kelib qolsa, ma cümlede ikki xil alohidlik mujassamlangan bo'ladi. Birisi haldan chiqqan hudus, tajaddud hukmi, yana birisi fi ismi cümleden chiqqan subutlik hukmi. Subut tajaddud kelsa bu istimror tajaddud bo'ladi. Ya'ni bir ishning muqim
turgan halatının uzun mezgil davamlaşkanlığını ifadələyir. Mən acayip bir xil qaltısı mənim çıxırım. Hudus təcəddüd denge yüzbədi. Burun yoktu, bunun iki olmasına mümkün. Bana degen buludu. Subut bir xil halatını ifadələydi. Muqumluqni. Yani aşı muqumluq üzlüksiz davam qılan muqumluq olub qalsa, yoki yengilinish holati to'xtamay yengilib turadigan muqumluq olib qalsa, minut sekundda yuzdirib turadigan muqumluq olib qalsa, bu ajoyib bir xil tabiiy, ajoyib bir xil ifodalay olmaydigan bir ma'no chiqadi bu yerda. Masalan, buni misolini ko'rib baqsak, Abdurdoda shu mashqa fahal antum shakirun degan jumla shukrni talab qilishga avlodin fahal tashkurundunmu fahal antum tashkurundunmu takror qilib qoldi. Nima ishqa? Fahal tashkurun bu fi'li jumla. Fahal antum tashkurunmu fi'li jumlada ta'wil qilamiz. Chunki law tamlikuna law antum tamlikuna degan oyatga o'xshash law antum usiga kim aytdi? Asl law tamlikuna deb fahal antum tashkurunni fahal tashkurun fi'li olamiz. Demak, ikkalasi fi'li jumla. Fahal antum shakirun degan sab ismi jumla. İsmi cümle ma fi'li cümleden ma'ni jihatda mo'l, bakroq ifodalaydi. Sabab nima desa, fi'li jumlalarda faqat bir xil hukm bor. Fi'l hukm bor, hudus hukm, tajaddud hukm bor bas. Ammo ismi jumla kirgani nima degani desa, sizlar to'xtamay shukr etmamizlarmi bundan keyin deb oldin uzluksiz shukr etishni, shukr etish uzlib qolmagan shaklda shukr etishni talab qilgan bir xil hukm chiqadi. Subut, sizlar shukr etish özgürmez narsaga aylanib kelsin degandek bir hukm chiqqan bo'lgancha, shunga fa'lantum shakirun ma'no qaraganda bakroq nima chiqadi? Kuchliroq chiqadi. Nimishqa oshna deyishimiz chunki yengilib turadigan narsaninki sabit muqim narsaning o'rinda oshkorlash mana narsani fa'lantum shakirunda bu osh ishninki asliga qilib qolgandan hosil bo'lishiga bo'lgan ko'ngil bilishga bo'lgan mukammallikni bakroq qiladi. Qana desam, muqim narsaga ilgir qalbni saqlab qolish degan bo'ladi. Hudus degan gap, yengillik degan gap. Ashi muqim narsaning shu muqim holati yengilib turgani bakroq mazmun chiqadan bundan-chu. Ya'ni bu fa'al tashkurun de bab bo'lgan asliga qilib qilishdan hosil bo'lishga bo'lgan ko'ngil bilishning mukammalligini ifodalaydi. Chunki hal amaliyotda filga kiradi. Fa'lantum tashkurun. Filga kiradi asli. Fa'lantum tashkurunda ham filga kiradi taqdiran. Ma fa'al tashkurunda amaliy filga kiriglik. Fa'lantum tashkurunda taqdiran filga bayonman dedim ya. Fa'al tashkurunda filga kirganmiz. Fa'lantum aslisi fa'al tashkuruna ul aslisi. Chunki antum tashlanib ketgan filning fa'ili buni oshkor zohir bo'lgan keyingi tashkurun tafsir qiladi. Xuddi law antum tamlikun o'xshash. Demak, fahal antum tashkurun har ikkalasi fi'li jumla. Endi fa'al antum shakirun fa'al tashkurun yoki fa'al antum tashkurun din bayatni so'zlagan halaqa ifodalaydigan subutninki istimroriy tajaddud ma'nosidan birikib ketishdan iborat. Manda o'qib chiqadim, ishqisidan nima chiqadi? Yo'q, chunki halning filning ustiga kirishi normal hodisa. Va yana shundaqla fa'al antum shakirun afa antum shakirunga qaraganda bu bekor dalolat qiladi. Garchi ma'u subut uchun bo'lsin. Nima ishqa? Chunki ma'u subut turaqli holatni ifodasi, turaqli holatning uzluksiz davomlashib yengilib turishni. Shu turaqli holat yig'lansin degandek bir xil o'qim ma'u. Chunki hal hamzaga qaraganda filni bekroq talab qiladi. Hal bilan filni tashlash yengilib turadigan narsaning hosil bo'lishiga bo'lgan to'liq mukammallik, ko'ngil bilishning to'liqligini bekroq qiladi. Shunga hal zaydun muntaliqun yaxshi emas. Illaki balag'atdagi odam bu yerdagi halni ismning oldiga keltirishdagi muddaolarini o'ylab bir muncha mazmun inchik mazmunlarni o'ylab turib desa, yaxshi bo'lgan bilan odatda o'ylamaydigan odam desa, bu jumladan yaqinda alohida mazmun chiqmaydi. Menimcha hal to'g'riliq, halning talab tasdiq va ba'zi xos qilingan bu ahkam hukmlarni men tushundimmi? Endi hal ikki qism bo'ladi. Birisi oddiy hal, ya'ni bir mazmunni o'z ichiga olgan hal, ikkinchisi murakkab, ya'ni qo'sh mazmunni jumlada ikki mazmunni o'z ichiga olgan hal bo'ladi. Bu alohida muhim gap emas. Masalan, oddiy hal deganimiz shu bir narsaning bor yo'qligini so'raydi. Hal harakat mavjuda o'xshash. Murakkab hal deganimiz shu bir narsaning yana bir narsaga bog'liqligini, ya'ni ikki xil hukmni bir jumla ikki xil harakatni so'raydi. Hal harakat doim esa harakat davomlashandu harakat degan esa bir harakat va undan harakat bo'lgandan boshqa bir xil harakatning o'zi bir paydo bo'lish.
Şu hareket genesi bağımı, o boğanlıgın devam kılamdı degендek bir işki hukumlarısı yoladı. Şunu olan bugün dersimiz ahırlaştı. Bugün istifhamdan hellen hemzin sözler öttük. İstifhamdan kağan vasıtlarını inşallah kelesadık derslerine koşup sözleyimiz. Ve akhiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.